Salam tordaşlar. Hemmanglar her joy vaqt güldün güzel bolsun. Men Şayalık dostumlar Aygüldün. Hemmanglarga mehrim bilan salamlarım yaxshi aziz tordaşlarım. Shu uyqam faqat yaxshi emas. Zodi kechich ör o'ltirman, uxlayolmayman. Shu uyquga qarta yaxshi mahsulot bormi? Abdulla Mahmud ustamning deb so'raydigan tordaşlar bek ko'p. Shu Abdulla Mahmud ustamninki, shu hozir qo'ygan nemisini hozir unutib qoladigan. Anadan keyin mash meng'ijgilash bor, masalan, mash meng'ijgilash bor. Hozir qo'ydigan nemisini hozir unutib qoladigan. Ama shu oqshimisi uyqusi faqat yaxshi emas, menga bek charchaydigan. Mayli xizmatchi kadr bo'lsin, mayli uydagi cho'ng apash, cho'ng dadaşlar bo'lsin. Mash menga qarta yaxshi mahsulot bormi deydigan tordaşlar. Menga qarta mash Abdulla Mahmud ustamniki, mash Atachi mishki shirin, Mash Atachi mishki shirin mush mahsulotni sizlarga tavsiya qilib keldim. Bu mahsulotni o'zim iste'mol qilaman tordaşlar. Menga qarta yeyman, menimda undaq bir kasal alayda, bir og'ir kasalim yo'q. Lekin inson bo'lgankin shu kallani ishlatadiganmiz hamma nemaga. Mana shu menga bak charchaydi har qanday insonniki. Bir ishni qilish uchun shu eng avval shu mengani xizmatga solgan chog'da boshqa badanimizni kontrol qilib berdi ekan. Bu mashina ilib yeydigan holat chiqdi tordaşlar. Mashinaniki bir qutisi 2 oy iste'mol qilishingizga gap yo'q yetidi. Atdiganda kashda qo'noqning yomisichilik mush holatda iste'mol qilasizlar meni. Men qo'shig'i o'zi bilan birga chiqdi. Mush holatda iste'mol qilasizlar. Bununki ta'mima bak yeyishlik tordaşlar. Oqshimisi yotoq vaqtida uxlaydigan chog'ingizda shu qo'noqninki yomisichilik yeysanglar bo'ladi, qo'noqning bir tal danchichilik. Etiganda achinchilik holatda yeysizlar. Meni 12 yoshga kirgan qizim bor tordaşlar, meni izchil ko'rayotgan tordaşlar bilasizlar. 12 yoshga kirgan qizimga bug'doychilik holatda birman etiganda kashda. Nimishqa bola maktabda o'qiydi, bak charchaydi. Anadan keyin buni menda homildor ayol, eg'ir oyoq ayol yesa, ma qo'saqdiki bola Huşa aqlliq tug'iladi deb qaraydigan xotin xalqi. Mana homildor ayol yesima bo'ladi, homildor ayol yesima balaga mening taraqqiyotiga yaxshi bo'ladi tordaşlar. Mana shu uyqam faqat yaxshi emas, uyqu sifatim nachar, kechicha o'ltirman, uyqam yaxshi emas deydigan tordaşlarga mana shu Atachi mishki shirini yeb beqishinglarni chin yurgimdan tavsiya qilaman. Bir qapi 238 koy chiqdim. 238 koy pulunluğa razı olduk mahsulot. Elib iste'mol qilib bakkandan keyin o'zing ketib berib, uyqanlining yaxshi qolganini bilasizlar. Başpetda ündüdar numuru var. Başpetdagi ündüdar numuruni qo'sh orqali maslahat so'rasangiz bo'ladi va yoki telefon nomerim 150 99 29 79 79. Mush telefon nomerini ündüdar qo'sh orqali maslahat so'rasangiz bo'ladi. Mush Atachining muqim dukuni bormi deydigan tordaşlar. Atachininki muqim dukuni bor. Aqsuninki Shayanasida, mana shu Bexay o'ltiraq rayonining ostida. Mana shu Yingshan Shayanning qarshi tarafida Atachi sog'lomlik dukaniga kelib, naq maydonda do'kon kelib sotib olsangiz bo'ladi. Va yoki boshqa yurtdagi, boshqa viloyat, noy shahar, yezildagi qarindoshlar o'qib qolsa, mush telefon nomerini ündüdar qo'sh orqali sotib olsangiz bo'ladi tordaşlar. Meni izchil ko'rgan tordaşlar bilasizlar, men ash bani bor deb chiqaman, yo'qni yo'q deb chiqaman. Yolg'onni rostga qatmadim, xalqni aldab boqmadim tordaşlar. Hozir qadar bani bor deb chiqyapman. Mushu uyqam yaxshi emasdi. Mana yoki dadamga aytib beray, yoki onamga aytib beray deydigan tordaşlar qo'yib qolsa, yaqsangiz bo'ladi. Bir qatim yeb iste'mol qilib beqishingizga to'liq arzigidek mahsulot. Mush Abdulla Mahmud ustamniki eng kuzurliq mahsulot yeb hisoblanadi tordaşlar. Mush Atachi mishki shirini yeb iste'mol qilib beqishinglarni tavsiya qilaman. Chunki butun adam shu kallamizni, mengimizni ishlatgan vaqtimda anadan keyin mayli xizmat qildi, mayli pul topdi, hammani shu kalla saq bo'lgan chog'da qila olamiz tordaşlar. Shunga mush Atachininki mush mishki shirini yeb beqishinglarni chin yurgimdan tavsiya qilib, o'zim yeb ünümünü ko'rgandan uyqammi shunchalik yaxshi tordaşlar. Burun mana shu yurakninki ishqital tomirni ochtirmasda uyqammi yaxshi emasdi. Hozir uyqu qolmayman. Mana shuni o'zingni ichib, 10 kunning ichida uyqanlining nihoyat yaxshi bo'lib ketganligini his qila olasizlar. Rahmat. Şinjanning har qaysi yerda meni izchil qo'llab kelayotgan barcha aziz tordaşlarimning hammangizga tinning salomat, ishlarining o'ngishlik, oilasining barkatlik bo'lishini chin yuragimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga tordaşlar.